Salom, yaxshimisizlar? Bugun top 5 ta grafikasi zo'r o'yinlarni aytib o'taman. Birinchi o'yin: Gangster Vegas. Bu o'yin mobil qurilmalardagi eng mashhur ochiq dunyo loyihalaridan biri. Las Vegas shahrining ulkan xaritasi, poygalar, otishmalar va qiziqarli missiyalar mavjud. Grafikasi juda tiniq va zamonaviy smartfonlarda a'lo darajada ishlaydi. Ikkinchi o'yin: Mad Out 2. Big City Online. Ochiq dunyo va turli rus mashinalari ishqibozlari uchun eng yaxshi tanlov. O'yinda 50 dan ortiq transport vositalari bor. Xarita esa juda keng. Eng muhimi, mashinalarning pachoqlanishi va fizikasi juda realistik ishlangan. Uchinchi o'yin: Vampires Fall Origins. Sarguzasht va RPG janridagi o'yin bo'lib, unda o'z qahramoningizni yaratasiz va zulmatga cho'mgan ulkan dunyoni o'rganasiz. Grafikasi o'ziga xos va atmosferasi videoga olib chiqish uchun juda mos keladi. To'rtinchi o'yin: Six Guns. Yovvoyi g'arb, kovboylar haqidagi eng sifatli o'yinlardan biri. Siz ot minib, turli yovuz kuchlar va banditlarga qarshi kurashasiz. Xaritasi juda katta va o'rganish uchun ko'plab maxfiy joylari bor. Beshinchi o'yin: West Gunfighter. Bu o'yin o'zining yengilligi va qiziqarliligi bilan ajralib turadi. Ochiq dunyoda ov qilish, duelga chiqish va turli kiyimlarni sotib olish imkoniyati mavjud. Grafikasi oddiy bo'lsa-da, o'yin jarayoni juda yoqimli. Ushbu ro'yxat bo'yicha yana biror o'zgartirish kiritishni xohlaysizmi? Hamma uchun rahmat. Obuna bo'lib, like va izohda yana qanday o'yin xohlayotganingizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat.